o'qituvchi kimni aqlliq deb qolsa, vaqti kelsa shu balda siz o'zgarish bo'ldi. Bu mening hayotimda o'tgan. Men burun to'liqsiz o'qiydigan vaqtda bir normal o'quvchi edim. O'zimni anchalik aqlliq bolalar boshqa aqlliq bolalar u bir andoq tug'ilib qoladi, tug'ma deb o'ylaydim va o'zimning sinfdagi a'lochi bolalarga yetishiga menga ishonmaydim va ularni boshqa bir dunyodan kelgan deb o'ylaydim. Nurun o'quvchilar shunday a'lochi o'qigan bolalarni bir ayrim bir bolalar deb o'ylaydim. Shundaq davrlarda mening matematika o'qituvchim ayolda. Mening bu matematika ayol o'qituvchim ma'lum sabablar tufayli dam olishga chiqib qoldi 1 yillik. Shundan bu darsni shu o'qituvchimning dalili iri yo'ldishi o'tmoqchi bo'ldi-da. Endi burun bu o'qituvchim menga xush yo'qdi ayol o'qituvchimning. Chunki men bir kepsizdim. Doim ishga atrof qarab, doim qizlarga qarab o'tirdim. Ondan ki bu ayol o'qituvchimning ko'ziga sat ko'rinib qolsam kerak, taz yaxshi ko'rmaydi. Baxtimga yarasha bu o'qituvchim 1 yil to'xtab yo'ldishi dars berib qoldi. Yo'ldish hech kimni bilmaydi-da bu sinfda kim yaxshi, kim a'lochi. Uning uchun hamma bolalar o'xshashda. Bir qatimliq geometriya darsi, ya'ni shu muallimimizning tunji darsida geometriya darsi. Bir shaklni ishlamoqchi bo'ldik sinfda. Bu shakl bir qadar tez. Chunki bu shaklga bir uzuk siziq sızmasa, ya'ni shu shan deb qo'yamiz, mavhum siziq sızilmasa bu shaklni hal qilish mumkin emas. Darvaqa barliq bolalar buni ishlayolmadi. O'qituvchimizmi balkim bu nuqtada diqqat qilmay tayyorliqsiz kirgan bo'lsa kerak. Chunki o'qituvchimiz o'zi beklishindigan o'qituvchi edi. Talant o'qituvchi edi. Mana shundaq nuqtada men o'ynab o'tirib, bir hayotim burilish nuqtasida shu mavhumsizlikni men sizib qoldim-da, sizib saldim. Salgandiklar bu masala hal bo'ldi. Bu masalaning hal bo'lganini ko'rib, mening shu o'qituvchim ismi G'eniyam-da. Men inta yuqur baho berdi. Ya'ni sen bir tug'ma qobiliyating bor ekansan dedi. Shu men gapni anglagandan keyin o'zimga bo'lgan ko'z qarash, ya'ni o'qituvchimning sen tug'ma qobiliyat degan bu ko'z qarashidan keyin o'zimga bo'lgan ko'z qarash shu nuqtada o'zgardi. Balki hayotimning burilish nuqtasi bo'lishi mumkin deb qarayman. Shu kundan boshlab bir tug'ma qobiliyatli odam, alim olim tug'ildi degan. Shundan keyin men matematikada 1-ulaqda keldim. Keyin to'liq 1ga chiqdim. Tuyuqsiz men matematikada bayon degandek usta bo'lib ketganlik uchun boshqa fanlarimmi bunga ergishib ketdi. To'liq 1da men 3 yaxshi bo'ldim. Men 3 yaxshi bo'lgan vaqtlarda maydonlarda mukofotlaydi. Shu vaqt men bilan doim o'ynab yuradigan bolalar men mukofotlarga chiqsam hayron qolgan. Bu qanday ular bu mukofotlanib qoldi deb. Chunki ular men azaldan unda yaxshi o'qiydi deb o'ylagan. Keyin to'liq 1, to'liq 2, to'liq 3 chiqdik. Rost degandek mushu bir men tug'ma qobiliyat degan ideya mening kallam intayin ta'sir qildi. Keyin 2000-yili oliy maktab imtihonimizni berdik. Oliy maktab imtihonimizni men Aliyulala, Şinjan Aliyulala bo'lib o'tib ketdim. Nurg'un odamlar buni hayron qoldi va bilinmay qoldi. Bu zot nemish? Amaliyotda bu bir psixikalik masala, ya'ni pigmalin effektning ta'siri. Endi mushunda qilib keyin oliy maktabga o'tdim. Keyin ingliz tilida dars o'tdim. Bir kun ingliz tilida dars o'tib, qo'limga to'rdan bir aql koeffitsiyentini sinaydigan bir sinaq savol chiqib qoldi. Buni bolalarımga taqtib, qani qaysi yuqori numara oldi deb taqtib ishlatib baqdim. Va bularning ishlash jarayonini men ishlab baqdim buni. Tuyuqsiz ularning ko'pinchisi 80, 90, 100 oldi. Men-chi deganda 65. Demak, bu yerdagi masala qandaqdir mendagi tug'ma qobiliyat bo'lmasdan aşağıdaki bir xil mening o'zimni tug'ma qobiliyat deb o'ylashim bu yer nimani keltirib chiqargansa pigmalin effektning ta'sirini baraqli keltirib chiqadi degan. Shu vaqtda anındaki men asli o'zimni tug'ma qobiliyat emas, faqat tirishchan ekanligini his qildim degan. Shu munosabat bilan men ekranda hozir muallim ishimizning tug'an sutini ko'rish orqali shu muallimimga o'zimning cho'nqur hurmatini bildirib qo'yaman.